Salom do'stlar. Sizlar bilan Dalasi Marbjonov. Do'stlar, bugungi videomizda qizil kartali agent ochamiz. O'tgan videomizda Jackson Irvinini tushirgan edik. Jackson Irvini ajoyib statistikalarda. Mana tarkibimizni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bu yerda bu safar Sabityani yutdik. O'tgan videomda Sabityani yutolmagan edik. Do'stlar, bugungi videomizda ham Abduqodir Husanovni tushirish maqsadida video olyapmiz. Undan keyin esa mana bu yerdagi Eze, Niki Williams, Barkalya, Kunya, Felix, Paul, Voltmate va mana bu Malen kabi futbolchilarni tushirishga harakat qilamiz, chunki bular jahon chempionati favoritlaridan hisoblanadi. Ularning darajasi ko'tarilishi mumkin. Do'stlar, shulardan biri ham tushsa videomiz omadli bo'ladi. Do'stlar, yaxshilab joylashib oling. Men videoni boshladim. Mana bunday futbolchilarni kuchaytirishga sotib yuboryapman. Mana bizda o'zi 53 ta fitness, 4 ta ikkitalik kuchaytirgichimiz bor. Bu yerda futbolchilar kuchaytirish videosini ham tez orada boshlaymiz. Ko'p futbolchilarni sotib yuborishimiz kerak va mana bunday yarim full holatdagi futbolchilarimizni full qilib qo'yamiz. Saka, Lewandowski, Holland kabi futbolchilarimiz ajoyib tarzda full bo'ladi. Albatta Cristiano hamda David Alaba'larni ham full qilamiz. Do'stlar, yaxshilab joylashib oling. Videoni boshladim. Agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Like bosib, kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Do'stlar, yana bir narsani eslatib o'taman. O'tgan videomda ham aytgan edim. Yaxshi klan yig'adigan jamoangiz bo'lsa, albatta mana bu ekrandagi Telegram uchkaga yozib klaningizga meni ham qo'shib qo'yishingizni iltimos qilar edim. Mana bunday top 10 talikka kirishimiz kerak biz ham. Lekin bunday klanlarda yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Shunda sizlarda yaxshi klan bo'lsa, albatta menga murojaat qilib, men ham klanlaringga qo'shsalaring yaxshi bo'lar edi. Albatta ana bu ekrandagi ichkaga yozaveringlar. Do'stlar, yaxshilab joylashib oling. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta Abduqodir Husanov va boshqa futbolchilar tushirishga harakat qilamiz. Bismillah. Hoppa. Vartabon. Yesin Bono. Do'stlar, bugungi videomiz вообще omadli bo'ldi. Yesin Bono tushmoqda bizga. Albatta bu Yasin Bono'ni ham aytib o'tishni unutmang. Ana arabcha sharhdan ham eshitib oldik. Yasin Bono men vartabonlarchida yaxshi ko'rgan eng yaxshi vartabonim. Buni sariq kartasini olmaganimdan afsuslangandim. Hozir ko'p bo'lib ketgan, 78 bo'lib. Yasin Bono, here we go bizning akkauntga. Yasin Bono ajoyib statistikalar. Pas, kontrol, speed, tezlanish, satara, вообще udar. Kuchaysa kerak. Do'stlar, mana ekranlarda chiqib turibdi Yasin Bononing dalasini o'zi qilgan varianti. Marokash terma jamoasi ham albatta guruhdan chiqadi va yani nimchorak chorak finallargacha borish kutilmoqda. Marokash ham
Hop, g'alaba uchun, maqsad kubok uchun, final uchun kelgan. 2022-yildagi Jahon chempionatida ham ko'rganmiz, Portugaliyani chiqarib yuborgan. Ajoyib qatnashgan edi unda ham. Va bizda Yasin Bono bor. Videomiz omadli bo'ldi do'stlar. Sizlarga ham shunday omadli kartali futbolchilar ko'rish nasib bo'lsin. Demak, kommentariyaga omad deb kommentariyani to'ldirib tashanglar do'stlar. Do'stlar, albatta keyingi videolarimizda Abduqodirni uchirishga ko'ramiz. Yasin Bono ham unchalik omadsiz deb bo'lmaydi, chunki Artaboni hozir do'stlar. Nega unchalik omadli deyapman, nega xursand bo'lyapman? Chunki hozir bizning tarkibimizdan endi klassik playerlardan tuzilgan tarkib chiqadi. Hozir eng zo'r klassik playerlarni tushirib olaylikmi? Mana bizda Marokash futbolchilaridan 3 ta bo'ldi. Asosiy Marokash terma jamoasi futbolchilari mana. Asosiy tarkib o'zi klassik tarkib bo'ldi. Hop, eng kuchlilarini tushirgan bo'lsam, albatta mana bu yerda yana 2 nafar bor. Yana do'stlar sizlarga mana shunday do'stlar tarkibimiz. Rivaldo, hujum orti mana shunday bo'lsa, yancha yaxshiroq. Rivaldo, Trezeguet hujumda, hujum ortida Arasqueta, El Karawani, Ashraf Hakimi, Irvin, Berg, Sar, Desailly, Rayson va Yasin Bono. Do'stlar, 3 nafar bizda marokashlik futbolchilar bo'lmoqda. Ajoyib. Do'stlar, endi bu tarkib bilan bir karar match o'ynab chiqmasak bo'lmaydi. Unda do'stlar, yaxshilab joylashib oling.
Mana do'stlar, o'yinni ham yakunlab oldik. Hech qanday o'zgartirishlarsiz o'yin oldi. 4-1 ga yutdik. Uni bitta gol penalti ishlayman deb raqibda hujumga qo'yib bergandim, ammo penalti ishlanmasdan gol urib qo'ydi. Demak, Yasin Bono hamda Ervinlarni mana bu yerda sinab olamiz. Fidalgo. Do'stlar, bugungi videomiz shu bilan yakunlandi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Qancha ko'p like yig'sa, shuncha tezroq keyingi video chiqadi. Albatta, bir kunda desangiz, albatta ko'p. Har bir ko'rgan odam like bossin. Albatta obuna bo'lib qo'ying. 9 ga bo'lishimizga oz qoldi. Hop, keyingi videolarda ko'rishguncha, sizlar bilan Dallas Marjonov. Sog' salomat turinglar. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Hop, Instagram kanalda ham ochdik. Instagram kanalimizga ham o'tib qo'ysangiz, bu yerda ham bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosing. Shoshmang, hali video tugagani yo'q. Do'stlar, agar shu video 100 ta like yig'sa, keyingi video ham tayyor. 12 soat ichida 100 ta like. Albatta, sizlarga ishonaman, 100 ta like yig'ib bera olsalaring shu videoga, keyingi video 12 soat ichida joylanadi. Keyingi videoni ham tayyor qilib, montaj qilib qo'yganman. Agar sizlarga juda ham qiziq bo'lsa, kommentariyani ham bomba qilib tashlang. Videoni 100 ta like yig'ing 12 soat ichida. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha, 12 soatda 100 ta likedan keyin keyingi videoda ko'rishamiz. Kommentariyani ham bomba qilib tashlang. Va endi video tugadi. Xayr.